Assalomu alaykum. Aleksandrmisiz? Ha. Internetda videolaringizni ko'rdik. Mening ismim Aleksandr, yoshim 31 da. Menda bolalar serebral falaji, oyoqlarim bilan muammo, qalqonsimon bez saratoni va ko'zlarim bilan ham muammolar bor. 5-qavatda ijarada turaman. Yolg'iz yashayman. Muhandis dasturchi bo'lib ishlayman. Kechqurunlari kuryerlik qilaman. Kuryer bo'lib ishlayotganimda odamlar ba'zan ustimdan kulishadi. Rostini aytsam, bu juda yoqimsiz. Lekin men hatto qaysidir ma'noda nogironligim uchun ham shukr qilaman. Menga yuqoridan yuborilgan har bir sinov balki meni nimadandir asrayotgandir. Men tug'ilganda otam mendan voz kechgan, onam esa ichishni boshlagan. Balki u sog'lom farzand kutgandir, ammo nogiron bola tug'ilgan. Ko'pincha o'zimni ayblayman, balki onam men sabab ichayotgandir deb o'ylayman. Men shunchaki onam bilan sayr qilishni orzu qilaman. Hamma farzandlar kabi onamni qo'limda ko'tarib yurishni, unga yordam berishni xohlayman, lekin buni qila olmayman. Lekin Allohning huzurida sizning maqomingiz ko'p insonlardan balandroq bo'lishi mumkin. Bu sinovlar sizga bekorga berilmagan va siz ularni munosib tarzda boshdan kechiryapsiz. Xudo xohlasa siz davolanasiz va o'z uyingizga ham ega bo'lasiz.